Jigarli. Zoom erkalaringlarning ikkinchi haftasi o'tganda ham o'tdi-yu. Video boshlamasdan hamma настроениyasin baloni o'q qilmaslik uchun yaxshi individualdan boshlaymiz. O'z temasin bir hafta bo'lmasdan 200 minutdan 260 minutga chiqamiz. Men endi shuni bo'lam o'zingizdan o'zingiz ko'paytirib duo qilganlarni, nimani metod o'qiganlarini. 200 minut bo'lganida o'zdan chiqib bitta dona gul berib turib qo'ya qoluvdilar. 300 minutga nima so'raymiz? O'zingizdan taqqo'yski ideyalar bo'lsa, u yoqishimni kommentariyaga aytib qolib so'rayverasizlar. Behu, pishitib behu. O'zimga qolsa soddagina sovg'a berib qo'ysalar ham bo'ladi. Biz o'zi skromniy qizman. Temani ketib qolmaymiz. Zoom erkalaringlar ikkinchi haftada nimalarga o'rgilgani haqida gaplashayotdik. Boy klassический kelinni ba'zi minimumdan boshlaydigan bo'lsa, men pasportimdagi familiyamni almashtirishga ulgurdim. O'zim umrimda birinchi marta pasport udashni ko'rdim, Steve 21. Ikkinchisi bu o'zbekcha kelinga o'xshab. Izzat Shukurov muzikasiga men ham erim yonida kelin salom oldim. Yuz bo'lsa ham bizdan jahon. Axir senlar tirikman ishon. Kamilota. Keyin biz ham moralni charchaganimizda haftaning o'rtasida spontanni mana ochilib qolmayapti. Spontanni to'yga borib skuter uchishga qaror qildik. To'g'risini ham skuterda birinchi marta uchganim hisobiga men почти ucha olmadim. Yo'lda ham eng trezvisi men uchun o'zim bo'ldim. Hammani uyg'otib, hammaga energiya berib keldim. Okey, yomon yengilliklarga keladigan bo'lsak, Samandar aka menga har kuni ertalabdan zo'r motivatsiya berishni boshlayapti. Oson deb o'ylamang erkak ahliga. Sochlari oqargay, ayoldan tezroq. Bu ham yetmaganiga uborkalarni birga eplab tashlaymiz. Gatovkani gapirmasa ham bo'ladi. Оцените mani uborkamni 1 dan 10 gacha. Birishim уровни. Kiyimman milliondan necha. Agar siz zaложникda yashayotgan bo'lsangiz, ko'zingizni yuming. Mana qachon ko'zimni shashayot qilishga Haftani adekvatno yakunlash uchun bo'lsa, sekin teatrga ketishdik. Bizning ko'rinishimizdan o'ylashinglar mumkin, что biz qanaqadir stressli, romantik, wow kinoga tushdik deb. Bizning vibeimiz unaqa emas. Чисто история игрушек 4-части chiqqanini ko'rgani tushdik. Kosmosdan ko'rinib turishimiz uchun highlightlar qo'shib olamiz. Oldingi postimni ko'rgan qizlar sar erga tegishga shoshib qolishibdi. O'sha qizlarga maslahatim umuman shoshmanglar. Chunki faqatgina men sizlarga zamojniy hayotda pluslarini ko'rsatgan bo'lishim mumkin. Lekin pluslari ko'p bo'lgani sari o'sha balki sizlarga ko'rsatmayotgan minuslarim ham oshib ketayotgan bo'lishi mumkin. Ko'p gapirmasam tez preobражениямizga maqtam oling. Tada! Ha, meni Kerenskiy lukda ko'raman deb o'ylamadinglar? O'ylashim bo'yicha meni примерно mana shunaqa lukda tasavvur qildinglar-ya. Ошибаетесь, jigarlar. Даже kelinni ham meni luklarimga повлиять qilgani yo'q. Kommentariyaga meni Mirzon chiqmaganimni sovg'a berishni yozib bo'lganingizdan keyin lukumni ham atsangiz qo'yish esingizdan chiqmasin. Пока-пока!